Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa 11.15 motorlarimizdan yig'ib qo'yganmiz. Xudo xolasa eng arzon narxlarda, sifatli va ishonarli narxlarda qilib qo'yganmiz. Xo'p akalar, 11.0 motorlarimiz statorlar bilan joylashtirilgan 150 litrlik kundamizga qo'yilgan. Mana ko'ryapsizlar. Xo'p, garantiyalar bilan qilib beramiz. Narxi atiga $590 qilib beramiz. Kam-ketiga bor. Xo'p, mana shu 1 litr rasxod bilan 300 tonna suv tashaveradi akalar. Ichida ham bunaqa klapanlari, xohlasalar ham bunaqa ko'kshlardan ham qo'shib beramiz. Mana xilidan bor akalar, metro bo'ylarida. Bir zinni ipidan tayyorlangan bo'ladi, materialda. Xohlasalar ham bunaqa 11-15 motorlarimizdan ham mavjud akalar, statorlar bilan qilib beramiz. Xo'p, statorimiz o'zi juda ham ko'p akalarimiz so'rashyapti. Statorda bemalol o'tkazsalar ham oladimi degan akalarga. Bemalol bitta akkumulyator olasizlar, bitta qo'yib ishlatiladi akalar. Bunimiz 200 litr suv tashlab beradi, 200 diametrda. 400 tonna suv tashlab beradi akalar, 1 litr rasxod bilan akalar. Xo'p, nagruzkaga qarab akalar, bu ham rasxodi oshishi mumkin. Xo'p, bundan tashqari mana bunaqangi radiatorli 11-15 motorlarimizdan mavjud akalar, juda ham narxi arzon chiqadi akalar. Xo'p, buni 11-15 bilan mana bunaqangi 2 stalik kundamizni narxi atiga xo'p $690 qilib beramiz. Kam-ketiga bor akalar. Xo'p, xohlasalar ham bunaqa 11-15 motorlarimiz o'zi radiatorli, xohlasalar ham bunaqa motorlarimiz o'zi ham отдельно sotuvda bor. Tagida ramalar bilan qilib beramiz akalar. Bemalol murojaat qila olasizlar. 12 oylik tekshiruvdan dastlabki xizmatlarimiz bor. Bermak ukalarga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Videomizga like bosish ham esdan chiqmasin.